Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Qadrli futbol muxlislari, o'z futbol news kanali o'z ishini boshladi. Bizni kanalni qo'llab-quvvatlang, like bosing, obuna bo'ling. Biz boshladik. Eldor Shomurodov Roma klubida aprel oyining eng yaxshi futbolchisi deb topildi. O'zbekiston milliy terma jamoasi hujumchisi Eldor Shomurodov Rim klubida o'tgan oyning eng yaxshi o'yinchisi deb topildi. Shomurodov so'rovnomada Cristante, Natika, Sole va Sevillarni ortda qoldirdi. Tajribali hujumchi yakunlangan oyda 4 ta o'yinda maydonga tushib, 2 ta gol urdi va bitta golga assistentlik qildi. Ma'lumot uchun 29 yoshli futbolchi fevral oyida ham Roma klubining eng yaxshi o'yinchisi deb topilgandi. Barselona Atalanta hujumchisi uchun 50 million yevro to'lashga tayyor. Barselona yozgi transfer kampaniyasida Atalanta hujumchisi Ademola Lukmanni safiga qo'shishni rejalashtirmoqda. Manbaga ko'ra, Kataloniya klubi rahbariyati Lukmanning shartnomasi uchun 50 million yevro miqdoridagi tovon pulini to'lashga ham rozi. Nigeriyalik futbolchining Atalanta bilan bitimi 2027-yilning 30-iyuniga qadar amal qiladi. Transfer bo'yicha muzokaralar allaqachon boshlangan. Qadrli futbol muxlislari, bizda hozircha shular. Bizni kanalni qo'llab-quvvatlang, like bosing, obuna bo'ling. Sog' va salomat bo'ling. Omad siz va bizni aslo tark etmasin.